To'rdoshlar, 3-ayning 18-kuni Wuhan Xubeyda yangidan diagnoz qo'yilgan bemor bayqalmadi. Bu yuqum tarqalgandan buyangi tunji qitimliq, shundaqla ko'pchilik kutgili uzun bo'lgan bir xabar. Birmi bemor ko'paymaslikdek bu natija oson qo'lga kelmadi. Ko'pchilik nurg'un ishlarni boshdan kechirdi. Buning kaynida Xubey xalqining badili, shundaqla har birimizning tirishchanligi bor. Birmi bemor ko'paymaslik ma'lum darajadan aytganda yuqumning oxirlashganligidan derak berdi. Bu oldini elish, tizginlash xizmatimizning ijobiy unumga erishganligini tushundirdi. Ammo nolni bir boshlanish nuqtasi qilishqimi bo'ladi. Chunki salli bexastalik qilsak qaytilanishi mumkin. 3-ayning 18-kuni ochilgan siyosiy biro doimiy komiteti yig'inida ikki yanala degan so'z tilga ilindi. Ya'ni Xubey Wuhanning davolash, oldini elish, tizginlash vazifasi yanada mushkul, ig'ir. Boshqa rayonlarda yuqumning qaytilanish xavf-xatari yanada mavjud. Bunun asaslık sebebi şu ki, chegara sirtidan kirgan xavf-xatar eshiyotidir. Oldini elish, tizginlash xizmatini bo'shashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Uda yaxshilanayotgan oldini elish, tizginlash vaziyatining ta'turga yenib ketishiga hargiz yo'l qo'ymaslik kerak. Amaliyotda virusning chegara sirtidan kirishining oldini elishdan boshqa, navbatda biz yana bir xil virusni tirishib tozalashimiz kerak. U bo'lsa-mu Jungoni qarlash virusi. Fakt nayt aniqki, Jungo g'oyat zo'r badal to'lab qo'lga keltirgan fursatdan ba'zi davlatlar yaxshi foydalanmay, boshqalarga döngab qo'yishga oldirmoqda. Shundaq deymizki, har qancha döngigan bilan virusni cho'rib tashlaolmaydi, qo'g'lib o'tolmaydi, ujuqtirib o'tolmaydi. Bu vaqtda döngash aksicha bu kishilarning o'ziga ishonch yo'qligini ko'rsatib berdi. Vaqt hayot demakdir. Eng yaxshisi vaqtni ching tutib, virusni tizginlagan tuzuk. Boshqasining hammasi quruq gap.